Mr. Beast'ni shokoladini yeb ko'ramiz va uni boshqa oddiy mahalliy shokoladga solishtiramiz. Qaysi biri mazaliroq va qaysi biri narxiga arziydi. Shokolad Milka, o'rtoqlar, Milka mana. Va bu shokoladni biz men Amazondan zakaz qilgan shokoladim, ya'ni Mr. Beast'ni shokoladiga solishtiramiz va yeb ko'ramiz. Narxi bilan aytib o'tib ketaman. Xo'p, mana do'stlar, hozir bu shokoladlarimiz birinchi Mr. Beast'ni shokoladini ochib ko'ramiz. O'rtoqlar, mana bizda Mr. Beast'ni shokoladi qanaqadir QR kod, qanaqadir mana ko'rishingiz mumkin bemalol. Xo'p, yana bizda nima bor? Qanaqadir stiker. Mana o'rtoqlar ko'rishingiz mumkin. Mr. Beast'ni o'sha shokolad yeb turgan stikeri. Xo'p, bizda shokoladni o'zi o'rtoqlar mana zo'r upakovkada kelgan o'sha elitniy shokolad, boylar yeydigan o'rtoqlar mana Feastables o'sha mashhur. Xo'p, buni hozir keyin ochamiz. Buni birinchi bo'lib biz o'zimizni Milka shokoladimizni ochib ko'ramiz. Pulini, narxini, ta'mini, hamma narsasini aytib o'tib ketaman. Xo'p. Bizda mana обычный o'zimizni Milka shokoladimiz, mana ko'rinishlari zo'r. Yaxshi, ko'rinishi yaxshi. Ko'rinishi zo'r, mana ko'rsanglar bo'ladi. Xo'p. Va o'sha mashhur shokolad o'rtoqlar. O'sha mashhur. Xo'p, buni ochishga ham o'rtoqlar O'zbekiston sharoitiga juda qimmat. Juda bu shokoladning ko'rinishi. Qo'limda ko'p ushlab tursam erib ketyapti. Mana orqalari. Yoshligimizda bo'lardi shunaqa to'rtburcha shokoladlar mana. Orqalari bir xil почти. Ushlab tursam erib ketyapti. Endi buni yeb ko'rib sizlarga ta'mi bilan bo'lishaman o'rtoqlar. Do'stlar, mana o'sha qo'limda birinchi ochgan Milka shokoladimiz. Hozir uni yeb ko'raman va ta'miga sizlar bilan bo'lishaman. Xo'p. Yumshoq, shirin. Xuddi Alpen Goldga o'xshaydi. Ta'mi yaxshi. Ta'mi zo'r do'stlar. Ta'miga 5. Ta'mi klassni. Hop, endi o'sha mashhur Mr. Beast shokoladiga o'tamiz. Mana o'sha mashhur Feastables shokoladi qo'llarimda turibdi o'rtoqlar. Hop, buni endi qo'limda erib ketyapti nimagadir. Hop, mana kamerani yaqinroq olib ishlab ko'raman. Hidi yaxshi. Qarang. Yana yeb ko'ramiz. Yaxshi, ta'mi yaxshi. Ta'mi yaxshi. Bu qanaqadir shakari kamroq menimcha. Chunki hozir buni yeganimda, bundan oldingi shokoladni tishimni og'ritvordi, nimagadir shakari ko'pligigami. Bunda lekin yaxshi. Uncha og'rimadi tishim. Bundan sal shakari kamroq. Sal odamga yoqimliroq, ko'proq yesa bo'lar ekan buni. Feastables'ni. O'rtoqlar, shokoladimiz narxiga keladigan bo'lsak, uni narxi 10,000-15 ming so'm o'zbek puliga. Bu yerda 100-150 rubl turadi. Buni men
Festival shokoladini Ozondan zakaz qildim. U narxi 580 rubl bo'ldi. 580 bo'ldi. 580 o'zbek so'miga 75-80 ming bo'ladi. 80 mingga bo'ladi-da. 80 minglik shokolad. Ko'rishni tavsiya qilaman, yaxshi ta'm. Обычный shokolad. Nega ko'rishni tavsiya qilaman? O'rtoqlar, video yoqqan bo'lsa kanalga obuna bo'lib, like bosib, qo'llab-quvvatlashni unutmaymiz. O'zbek YouTube'ida menimcha birinchi bo'lib men obzor qildim bu shokoladni, festival ismini. Hammaga rahmat, obuna bo'lib, like bosib qo'yishni unutmang. Keyingi videolar nima haqida bo'lishini yozib qoldiring kommentariyaga.